Omad ba'zan kutilmaganda eshik qoqadi. Bu esa nafaqat bir insonning, balki butun oilaning hayotini o'zgartirishi mumkin. Pepsi kompaniyasining 12-sonli o'yinchi aksiyasi doirasida yana bir oilaning orzusi ushaldi. Qishloqda halol mehnat qilib kelayotgan oddiy ayol aksiya g'olibasiga aylandi va unga zamonaviy avtomobil topshirildi. Qarshi tumanining Mang'uz qishlog'idagi oddiy xonadonlardan biri Umida Yo'ldosheva shu xonadon bekasi. Mana onajonisi. Ishdan bo'sh vaqtlarida qahramonimiz turmush o'rtog'iga yelkadosh. Nimagaki erishgan bo'lsa, birgalikdagi harakati bilan erishmoqda. Men yozgi kunida issiqda, sovuqda peshkom nimaga borganman-da, ishga borganman. Xo'jayinim qachon bitta mashinam bo'lsa, seni o'zim olib borib kelardim deb, nasib Alloh yetkazsa deb Xudodan so'raganmiz. Ortiqcha qashamdan yiroq bo'lgan xonadon a'zolarining orzulari ham beg'ubor edi. Hayotini yanada yaxshilash uchun qandaydir turtki kutishayotgandek edi. Kutilmaganda taqdir ularni orzulari sari yetakladi. Umida Yo'ldosheva Pepsi kompaniyasining 12-o'yinchi aksiyasi g'olibiga aylanib, zamonaviy BYD Yunab avtomashinasi sohibasi bo'ldi. Pepsining qopqog'ini o'zi men emas, bolalarim telefonimdan olib kodni botga tashlab yuborishgan. Yakshanba kuni kechga telefon bo'ldi. Siz Pepsidan BYD yutib oldingiz deb. Pepsiga muhabbat ularga nafaqat xursandchilik olib keldi, balki cheksiz baxtiyorlikni ham tuhfa qildi. Juda ham bir boshqacha holat, endi tasavvur ham qilib bera olmayman. Pepsi kompaniyasiga rahmat aytaman. Dasturxon atrofidagi shodlik qanot yoydi go'yo. Xushxabar ortidan yaqinlar bir yerga jam bo'lishdi. Ko'rsangiz agar bu hayajonni, ayniqsa bolalarda shu uchdi bilan. Xushxabarni eshitgandagi hayajonini qahramonimizning turmush o'rtog'i Baxtiyor aka hanuz mamnuniyat bilan esga oladi. Pepsi kompaniyasiga minnatdorligini bildirarkan, quvonchi bilan bo'lishdi. Xotinim telefon qilyapti, dadasi bir gap aytaman, faqat agar hech kimga aytmasangiz deyapti. Dadasi tabriklayman, BYD mashinasini yutib oldik deyapti-da. Ilk bor rolga o'tirgandagi hayajon. Aytish mumkinki, bu chin tildan qilingan niyatning ijobati edi. Shu bilan birga Pepsi kompaniyasi tuhfa qilgan baxtiyorlikning amaldagi ifodasi ham edi. Pepsi kompaniyasining 12-o'yinchi aksiyasi esa xalqimizga baxtiyorlik ulashda davom etmoqda. Umida Yo'ldosheva kabi baxtli insonlar safini kengaytirmoqda. Demak, keyingi qahramon siz bo'lishingiz mumkin.